Assalomu alaykum rahmatulloh. Azizlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Qishga ilgari tayyorgarlik qilinardi. Tomga yoqqan qorni kurab ko'chaga tashalganda tomdan to'g'ridan ko'chaga tushilardi. Qor shunaqa qalin bo'lib ketardi. O'sha davrlarni ko'rganmiz biz. Biz ham ancha keksayib qoldik ya'ni. Istisqo namozlari o'qildi jumalarda. Allohim bu ummatni serob qilsin. Yaxshiliklarni nasib qilsin. Ba'zilar masxara qilyapti. Istisqo namozi ya'ni musulmon bo'lmagan odamlarni aqliga sig'maydi. Ilmiy isbotlanmagan, hozir bulut tekshirsa bo'ladi-yu, anaqa deyishadi. Endi biz musulmonlar istisqo namozini payg'ambar alayhissalatu vassalom o'qiganlari, sahobalar o'qiganlari daliliga ko'ra uni qilamiz. U barcha tadbir vositalarni amalga oshirgandan keyin qilinadigan narsa. Butun dunyo birlashib yomg'ir yog'diraman desa ham yomg'irni yog'dira olmaydi. Ya'ni u qonuniyatni Alloh o'zi joriy qiladi, keyin yog'adi. Bu yerda falsafada bir gap bor. Shar'an mumkin, aqlan mumkin emas. Aqlan mumkin, shar'an mumkin emas degan narsalar bor. Bu endi biroz chuqurroq falsafiy qarash. Misol uchun deylik, olov aqlan yondiradi. Aql uni yondirishligini biladi. O'shaning uchun olovdan qo'rqadi odam, olovga o'zini tashlamaydi. Lekin shar'an yondirmasligi ham mumkin. Ibrohim alayhissalomni yondirmagan-ku. Bunga biz iymon keltiramiz. Iymon masalasi. Imom G'azoliy buni ajoyib tahlil qilgan. Iymon masalasi bo'lgan mavzuda modda mavzularini chalkashtirmaslik kerak. Asosiy foili mutlaq Alloh ekanligini esdan chiqarmaslik kerak. Yomg'irni Alloh beradi. Bu Asliddin Kamol degan bitta quloq bor. O'zbekistondan qochib ketgan, Abduqodir qamatib, menimcha Abduqodir intriga qilib qochib ketgan Asliddin Kamol degan bola bor. U istisqo namozidan keyin masxara qilib post qo'yib qo'yibdi. Yomg'ir yog'madimi, nima ko'rdinglarmi, yomg'ir yog'dimikin deb masxara qilyapti. Istisqo namozini masxara qilyapti. Endi menimcha musulmon mavzulari sal jiddiyroq mavzularda xotini bo'lsa mana shu gapi bilan taloq tushadi. Xotini fasx bo'ladi ya'ni. Mana shunaqangi dinni ustidan kalaka qilsa, ya'ni istehzo qilsa, kamsitsa, pastga ursa dindan chiqadi. Endi ularga qizig'i yo'q menimcha. Chunki siz nima gapirishingizdan qat'iy nazar qarshingizdagi o'zi xohlaganini tushunadi. Siz nima gapirsangiz ham qarshingizdagi o'zi xohlagan gapni tushunadi. Bu tashanuf imommi, shamanmi deb imomni ustidan kulyapti. Misol uchun deylik, odamlar orasida nafrat ko'payib ketdi, oqibat yo'qolib ketdi kabi gaplar bu ruhiy ma'nodagi mantiq talab qilmaydigan, balki iymon, e'tiqod, insof mavzusiga tegishli masalalar. Buni laboratoriyada tekshirib qancha insof kamaydikin, qancha nafrat ko'paydikin tekshirib bo'lmaydi buni. Bunga iymon keltirganmiz biz. Nafratdan qochishimiz kerak. Ya'ni ko'proq ijobiy masalalarni ya'ni qo'zg'ashimiz kerak, ko'tarishimiz kerak. Buni ruhiy tomondan ham ta'siri bor. O'shuning uchun aytiladi-yu, ateistlarni nimaga Alloh taolo jazolamaydi dunyoda desa, asli jazolagan. Ateistlar bor-ku, o'sha ateist, Xudoga ishonmaydigan, imomlarni yomon ko'radigan, bir kun olib intriga qiladiganlarni aslida Alloh taolo jazolab qo'ygan. Qanaqa bo'ladi desa, ular har doim shunaqa nafrat bilan yashashga majbur.
O'sha ularni dunyoni o'zidayoq yonib, kuyib, kul bo'lib, jizg'anak bo'lib yashashligiga sabab bo'ladi. O'sha tomonlarni o'rganish kerak, bilish kerak. Ruhiy tomondan ham ta'sir bor. Misol uchun deylik, hozir ota-onasi bor odamni, mana farzandingiz bor. Mana meni farzandim o'qishga ketdi. Ikkita ehtimol bor. Farzandim tirik, farzandim vafot etgan bo'lishi mumkin. Bu misol keltiryapman sizga ta'sir qilish uchun. Alloh asrasin, farzandlarimizni hammasini Alloh umrini uzoq qilsin-da. Lekin shu ikkita tasavvurdan yaxshi tomonni olganim uchun bemalol ketyapman men. To'g'rimi? Yomon tomonni ham olishim mumkinmi? Farzandim dunyodan o'tib qolgan bo'lishi mumkin degan yomon tomonni ham, negativni ham fikr qilishim mumkinmi? Asli mumkin. Unda men xotirjam keta olmaymanmi? Alloh asrasin. Farzandingiz haqida, onangiz, otangiz haqida yaxshi gumonni qilasizki, xotirjam yashaysiz. Onangiz haqida, dadangiz, farzandingiz haqida yomon gumonlarni ham qilish mumkin odam. Unda yaxshi yashamaysiz. Alloh urgani shu. Negativchilarni mana shu sababdan urgan bo'ladi Alloh taolo. İmommi Shamanmi deyapti. Bir joyda aytayapti, nima deydi? O'sha Tashanov. 3 ta odam ertalab kechqurun kelibdi soat 12 da. O'zbekistonga Xitoy bostirib kelyapti ekan, qochib ketamiz deb bu Kamoliddin Rabbimov aytdi. O'shanga nima deysiz deb kelibdi men oldimga deydi. O'sha imom deydi. Ichida nafrati bor imomlarga nisbatan, dinga, islomga, musulmonchilikka nisbatan nafrati bor shularni. Nafratini mana shunaqangi qilib sekin-sekin chiqaradi. Kanalizatsiyadan sekin chiqib turadigan hid najosatga o'xshab ichidan shunaqangi fikrlarni chiqarib turadigan odamlar bor dunyoda. Endi buni shaxsiy fikr, erkin fikr deyishi mumkin, jamiyatda erkin fikr himoya qilinadi. Tamam, har kim xohlagan erkin fikrini tanlashga haqqi bor. Ajoyib bosh aylantiradigan savol beraman. Mantiqiy savol. Qani ko'ramiz, yechimini kim topadi? Mantiqiy savol. Faylasuflarning ichida sofististlar bo'lgan, sofistizm, sofistologiya. Bular mana shunaqangi paradoks mavzularni, jumlani ichidan chiqa olmaydigan mavzularni o'ylab topish bilan mashhur bo'lgan. Bu ham shunaqangi paradokslardan bittasi. Savol, diqqat qiling. Sud mahkamada ayblanuvchiga aytayaptiki, agar yolg'on gapirsang qamayman, rost gapirsang qamamayman dedi. Ayblanuvchi qama dedi. Sudya nima qiladi? Ikkita ehtimol. Yo qamaydi, yo qamamaydi, to'g'rimi? Hop. Qamasa. U gapir rost bo'lganligi uchun qamagan bo'ladi. Vaholanki sudya rost gapirsang qamamayman degan deb qo'ygan. Endi qamamasa haligi odam yolg'on gapirayotgan bo'ladi, ayblanuvchi. Yolg'on gapirganni qamamayotgan bo'ladi. Sudya mana shu paradoksdan qanday chiqib ketadi? Buni ko'prik paradoksi ham deydi. Ko'prik paradoksi. Qani topinglar ko'raylikchi. Tarixda Diogen degan faylasuf bo'lgan. Diogen deyiladi. Sinop degan joyda tug'ilgan, miloddan oldingi 421-yillarda, 421-424 shu atrofda tug'ilgan. Vafoti 320-yillarda bo'lgan. Miloddan oldingi. Bu odam kitob yozmagan, menimcha kitobi yo'q. Bizgacha yetib kelgan kitoblari yo'q. Bu hayotida odamlarga o'rnak bo'lish falsafasini oldinga surgan. Think falsafasi deydi, think, killing derkan,
it falsafasi degani. Itni misol qilgan hayotida it yotish mirza turish deydi bizda. Umumiy hayoti it yotish mirza turish bo'lgan. Umuman uyi bo'lmagan, bir tandirga o'xshagan narsada yashagan. Ko'chada ko'ppa kunduzi chiroq ko'tarib yurar ekan. Nima chiroq ko'tarib yuribsiz desa, odam izlayapman men, odam derkan. Ya'ni ishonchli inson, tabiati buzilmagan odam izlayapman deb yurar ekan. Bozorlarni aylanib naqadar keraksiz narsa ko'pa deb derkan. Umuman keraksiz narsalar shular deb. Ya'ni jamiyatdagi qonun qoidalar, tabular deymiz, voz kechib bo'lmaydigan narsalar, o'zimiz qiymat yasab olgan mavzular, bularning deyarli hammasidan voz kechish kerak degan. Voz kechish kerak degan. Agar boy odamlar mehmonga chaqirsa borib, dasturxondagi narsalarni yerga tashab itga o'xshab yerkan. Pluton aytganmidi? Pluton aytgan adashmasam, nomlarda adashishim mumkin. Diogen Suqrotni jinni varianti degan. Diogen Suqrotning jinni varianti degan. Odamlar ba'zilar ustidan kulgan, uni jinniga chiqargan, odamlarni ba'zilari uni faylasuf degan. Hatto Aleksandr Makedonskiy u bilan ko'rishgan. Aleksandr Makedonskiy u bilan ko'rishgani kelganda, "Men podshohman, tilagingni" degan. "Nima xohlasang senga bajo keltiraman" deganda, Aleksandr Makedonskiyga qarab, "Sal chekkaroq tur, quyoshni nurini to'syapsan mendan" degan. Ya'ni seni beradigan matohing quruq narsa, menga original narsa kerak degan. Quyoshni nurini bera olmaysan-ki, qoch chekkaroq tur degan. Shunaqa odam bo'lgan. Ko'chada bir bolani hovuchlab suv ichayotganini ko'rib, qo'lidagi idishni otib olgan. Meni qo'limda o'zi idishim bor ekan-ku deb. Unga ham ehtiyoj yo'q degan masalani isbotlash uchun shu gapni, shu ishni qilgan. Diogen. O'limi ham o'sha buzilgan ovqat, achigan ovqatni yeb nima deydi, zaharlanib o'lgan deganlar bor ekan, it tishlab quturib o'lgan deganlar ham bor ekan, lekin hayoti mana shunaqangi xor, razil bo'lib ketgan odam, faylasuf. Uni asosiy g'oyasi keraksiz narsalardan voz kechib yashash ham mumkin degan g'oya bo'lgan. G'oya bo'lgan. Yuqoridagi falsafiy savolni javobini kesib ham qo'yishsa kerak bolalar. Qani topinglarchi, sudya nima qiladi? Qamasa ham bo'lmayapti, qamamasa ham bo'lmayapti. Hop. Keyin o'sha odamlarni aksariyati san aytgan gapni eshitmaydi. Balki o'zlari xohlagan narsani eshitishadi degan gap to'g'ri gap shu. Bu anavi Abraham Moshe mavzusida shuni ko'ryapman-da yana. Taxminan bir hafta O'zbekistondan uchib Yevropaga borib, Roma, Italiyada, Ispaniyada, Fransiyada, Shvetsariyada yurdim. Jonlingni yoqib qo'yib, qanisan o Abraham Moshe. Kela olmasang valati zinosan. Kela olmasang onang fohisha dedim. Ochiqcha gapirdim. 100% kela olgani yo'q. Hali u yoqqa bahona qilib rasm tashaydi, hali bu yoqqa kel deydi. Yo'q, kela olgani yo'q. Oxiri ikkita zakaznoy odamni jo'natdi. Men qo'rqib bekinib yurgan odam bo'lsam ekan, ya'ni adres tasha desa, o'sha adresni berkisam ekan. Adres tashayapman, gostinitsaga kelyapti. Ikkita haybatli, katta odamlar ular. Quloqlari sinib ketgan MMA odamlar. Bittasi 1.90 dan baland, bandan ham baland bo'yi. Qo'lida telefon ushlab olgan, o'ng qo'lida telefon ushlab olgan, chap qo'li bo'sh. Kelyapti-da, men ruschani bilmayman, ruscha gapiryapti. Ruschani tushunaman-u, javob qaytara olmayman. Kelib
chap qo'llab menga mush otib qoldi. Tevadim, bundoq qochib qoldim. Orqaga bundoq aylanib o'tdim. Keyin birdan polis kelib qoldi, ani qochdi. Shu bilan qo'lga tushdi bittasi, ikkinchisi ana video olib yurgani qo'lga tushmadi. Shu hodisani aytib, hammasini ko'rsatib keldim shu kungacha. Endi shuncha hodisani ichidan 3 sekundlik joyi olib, mana Abror Fransiyada kaltak yedi, qochdi deb qarsak cholishyapti. Nimaga? Shuni xohlashadi. Siz nima qilsangiz ham o'zlari xohlagan narsaga ishongilari keladi. Abror Muxtor Alini shu kungacha qochmaganligi ba'zilarga alam qiladi. Hasad qilishadi. Abror qochmaganki shu kungacha. Facebookda Shuhrat Egamberdiyev degan bir bola bor. O'zicha biznesmen. Bir paytlar men bilan tashashib qolgan shu. Kel degan. O'zim yakka borganman. Hech narsasiz. O'zim yakka uni ofisiga borganman. Eshigini ochgan kirganman. Borib ofisida Shuhrat degan buni ko'radi, Facebookga ham qo'yamiz. Ofisiga kirib borganman. Yashibizda. Mashina uribdi. Pichoq ko'tarib chiqqan, pichoq menga. Ko'p odamda erkaklik yetishmaydi o'zi, rujulat yetishmaydi. Bolasi bor shular, oilasi bor. Bir erkak yakka o'zi ofisiga kirib boryapti. Abror Muxtor Ali uni ofisiga, uni makoniga kirib boryapman. Gapingga javob berasanmi deyapman. U odamlar pichoq ko'tarib chiqyapti menga. Arafa kuni edi, esimda bor edi. Men aytayapman, men ro'zadorman deyapman. Men sen bilan urushgani kelganim yo'q. Gapingga javob berasanmi deb kelyapman. Pichoq ko'tarib oyog'ingga tiqib olaman, qoningga tiqib olaman deyapti. Endi shu shular alami qolib ketganda ichida. Qochgan ham xudo deydi, quvgan ham xudo deydi deb nam yo'q qilyapti. Abror Muxtor Ali qochdi degan gapni aylantirishyapti. Nimaga desa, chunki qochmagan-ku, hech qachon qochmagan-ku Abror. Fransiyagacha quvib borgan. Shuhrat ofisinga ham kirib borgan seni. Kirib mahoratu yuraveradi unaqa narsani qilib. Lekin hayotda javob berish boshqa narsa. O'zbekistonda mana shu qochdi Abror qochdi degan namyoklarni qilayotganlari ichida Abror qochmasligini bilsa Shuhrat biladi. O'sha Shuhrat Egamberdiyevmi kimdir? Facebookda yozsanglar chiqadi. Yumaloq bola. O'sha biladi Abror qochmasligini. O'zim yakka ofisiga kirib borganman bir masalada. Javob ber gapingga deganimda pichoq ko'tarib chiqqan menga. Bekitib qo'ygan ekan pichoqni bir joyga. Endi odamlar ishongisi kelgan narsa shu, mana shu 3 sekundlik. Oldimda turgan odam MMA professional urush oldimda jang ustalari turibdi. Nursulton turibdi misol uchun oldimda. Men kallamni qo'yib turishim kerakmi o'sha yerda? Mana shunday ur deyishim kerakmi? Shunaqa bo'lish kerakmi? Tamoman quvib yuribman ularni hammasini. Boshqa odam kelyapti, tanimayman kimligini, kimsilar, nimaga keldinglar? Bang tashab qolyapti. Unda orqaga sakrab o'tsa qochgan bo'ladimi? Xursandmisizlar? Ovoz yo'qolib qolmadimi ish qilib? Telefon bo'lib yotibdi. Shu qochgan bo'ladimi? Ovoz keldimi? Ovoz yo'qoldi. Plus qo'yib yuboringlar, ovoz kelsa qaytib. Ovoz kamaydi. Endichi keldi, yaxshi.
Dilnur Kamilov degan bola bor. İjtimoiy tarmoq hammasi yaxshi biladi. Abror Muxtor Ali qochganda edi, o'sha paytda qochardi. Dilnur mendan yegan, onamni haqorat qilgani uchun yeb o'sha 1-2 minut uxlagan. Bo'ldi, men uzr degan, kechirasan degan. Men degan onangdan ham borib kechirim so'rayman degan. Gap yo'qmi deganman? Yo'q. Ketganman, orqamdan sirrazi 03 ga qilgan, 03 dan borib 02 ga qilgan. O'shanda chiqib turib erkakchilikda bo'ladi, gap yo'q deb men uzr so'raganman. To'g'ri. Uzr so'rayman-da urganimdan keyin. Lekin onamni haqorat qilgan odamdan so'rab olganman men. So'rab olganman. Endi u xursand, u esida qolgan-ku, ha? Hani yegan kaltagi, ikkita mush bitta oyoqdan yegan. Hatto rasmga olib qo'ygan. Google ga kiringlarda Dilnur Kamilov kaltak yedi deb qidiringlar. Rasmi bilan chiqadi. Rasmi bilan chiqadi. O'shalar alam qilyapti shularga. Amerikada bitta Ubaydulloh degan bola bor edi. Yaxshi gapirib yurardi bizga endi. Men birovning yaxshi gapirishiga muhtoj emasman-da. U ham endi domla nimaga qochdingiz? Qochibdi, qochish deb yozyapti. Keyin lichkasiga yozib o'rdim, uzr so'rayapti endi. Domla meni kechiring, men bilmay qopman. Montajga ishonib qopman. Abraham Moshinning kimligini tanimayman. Sizni qochdi deb o'ylabman. Payg'ambar alayhissalatu vassalom Uhudda orqaga chekinganlar. Qochganlarmi Rasululloh? Ha? Kallani tutib berish kerakmidi? Ha? 2 qadam orqaga sakrasa qochgan bo'ladimi? Videoning davomi qani? Davomi qani? Yo'q-ku. Ya'ni falsafada shu gap bor-da. Siz nima qilishingizdan qat'iy nazar qarshingizdagi odamlar xohlaganini tushunadi. Xohlaganini tushunadi. Buni bu mavzuni o'zimni oqlash uchun gapirishga ehtiyojim yo'q. Bu mavzuni odamlar qaysi vaziyatda qaysi tarafga o'tib qolishligini ko'rsatish uchun gapiryapman. Ko'zingizni oching do'stlar. O'sha mana shunaqa hodisalar kerak. Jamiyat uchun shunaqa hodisalar bo'lishi kerak. Kim qaysi tarafda, kim do'st, kim yuzida do'st bo'lib yurib, ichida alami bilan yuribdi. Bilmaysiz-ku uni. Qancha odamlarni brut deyiladi, brut. Yetim bo'ladi, ko'chada tashlandiq bo'ladi, boqib olasiz, kelib turib sizni pichoqlaydi keyin. O'shani bilish uchun. Keyin mana bitta Hoji Akbar degan profil DXX deb yozib yotibdi. Davlat xavfsizlik xizmati deb yozib yotibdi. Nimaga shunaqa deydi? Nimaga? Masalan, bu masalani isboti masalasiga kelsangiz, yo'q, isbot yo'q. Lekin nimaga DXX deyaveradi desangiz, o'sha bolalarni, o'sha odamlarni topib gaplashib ko'ring, javob beraman, DXX ga havas qiladi. Qaniydi dedi DXX da ishlasam, qaniydi DXX ga a'zo bo'lsam degan havasi bor uni. O'sha havasga yetolmagani uchun qarshisida turgan odamlarni mana shu bilan ayblashga harakat qiladi. Fransiyada bittasi qo'lga tushibdi-da, DXX bilan men Abror Muxtor DXX men bilan borganimish. DXX ni boshqa ishi yo'qmi? Davlat xavfsizlik xizmatini Abror Muxtor Alidan boshqa ishi yo'qmi? Abraham Moshini nima narxi bor uni? Nima xavfi bor O'zbekiston uchun? Chivinchalik qadri yo'qki, chivinni qadri O'zbekistonda undan baland. Biz hozir chang bilan o'ralashib yuribmiz. U nima u? Nimaga bunaqa deydi? Masalani ya'ni ahamiyatli qilib ko'rsatish uchun. O'zbekiston xavfsizlik xizmati hatto meni orqamdan yuribdi. Donald Trump meni izlayapti. Ana hizbiylarda shunaqa gap bo'lardi.
Oq uy bugun biz haqimizda gapiryapti ekan. Bizni FSB kuzatyapti. Maqsadga bizni ro'yxatimiz boribdi. Nimaga bunaqa deyilsa, maligi g'oyani baland qo'ysa-da, eng yuqoridaman desa-da, "Voy, bir tiyinga qimmatsan sen. Hech kimmatsan." Endi unaqa narsani faraz ham qilib bo'lmaydi. Faraz bo'lsa, qo'lga tushganda nimaga olib kelmadi? Qo'lga tushdi deyapti. Yolg'on hammasi. Men oldimga kelganlar o'zbek. Men oldimga kelganlar o'zbek emas. Bittasi Kavkaz, ikkinchisi asetinlardan tanishgan dedi-ku u bola. Musulmon ham emas menimcha. Zakazga ishlaydigan odamlar, kimdir unga telefon orqali kirgan chiqqan, qurbon qilib yuborishgan uni. Endi ishonmoqchi bo'lganlar bemalol. Qiyomat kuni hisob kitobga kelmaydi ko'pchilik, illo aralashgan narsasiga keladi. Aralashyapsizlarmi? Aralashganlarga aytayapmanki, bemalol. Ko'rishamiz hali. Bu montajni qilgan Abraham Mosheyni musulmon emasligini isboti shu. 100% montaj qilyapti. Qo'yilgan ovozlar 100% o'ziniki, o'zi qo'yyapti. O'tda boshqa bo'lgan, boshqa baqir-chaqirlar bo'lgan, ya'ni keyin ko'rgan bo'lsanglar, bularni asosiy maqsadi shu Abror Muxtor Alini to'xtatish. Bir qarasangiz, galoboylar men haqimda shunaqa narsalarni chiqaradi. Bir qarasangiz, Suriyaga borgan salafiylar, bir qarasangiz, Abraham Mosheyga o'xshagan yuzi yo'q, hezalak, g'alati zinolar, onasini fohisha ekanligini aytib turibman, kelmayapti oldimga. Butun Yevropa bo'yicha yuribmiz. Nomus, chest yo'q odamlar. Bir qarasangiz, muxolifmatman deb hukumatga negativ gaplarni gapirib yurganlar, ma'lumki hammasi. Aytayapman yana, to'dalanib kellaring. Va to'dalanib kelishyapti. Kuchlari yetmaydi. Abror Muxtor Ali bitta muhim shaxsiyat emas. Abror Muxtor Alini yurgan yo'li muhim. Ahli sunna val jamoani yo'lida yuriyapmizmi? Bu yo'lga kuchlaring yetmaydi. Bu yo'l ovoz uzildimi? Hozir ovoz keladi do'stlar. Endi yaxshimi? Endi yaxshi bo'ldimi? Ovoz yaxshimi? Plus qo'yib olasizlar. Tugatamiz. Ha, yaxshi. Hazrat Ali haqida gapirayotgandim. Do'stlar, ahli sunna val jamoaning yo'li mag'lub bo'lmaydi. Abror shaxsi muhim emas. Muhammad, Ahmad shaxsi muhim emas. Yo'l muhim. Manhaj, yurayotgan tariqimiz muhim. To'g'ri yo'lda yaxshilab joylashib olsangiz, baribir shu yo'l g'alaba qiladi. Oqibatda fojiali bir hodisa bilan dunyodan o'tsangiz ham farqi yo'q. Siz yuzingiz bilan ochiq maydondasiz. Sizga qarshi tarafni na yuzi bor, na nasabi bor, na shaxsiyati bor va na nomusi bor. Hammasi sizga qarshi bo'lgan, bu tariqaga qarshi bo'lganlarning hammasi axlatdan past odamlar. To'g'ridan to'g'ri gaplashamiz degan odam orqadan pichoq uryapti. Orqadan. Va 3 sekund bir joydan menga hujum bo'lganda sakrab orqa tomonga o'tganimni qochdi deb video qilyapti. Bunga xursand. Hazrati Alini nima qilgandi sanlarni dadalaring, ha? Sanlarni dadalaring Hazrati Alini ham orqasidan kelib pichoq urgan edi. Qilich bilan urgan edi. Hozir mana shu hozirgi zamonda Hazrati Ali bo'lsa, bular Hazrati Alini xor bo'ldi deydi. O'shaning uchun do'stlar, xorlik, baxt,
azizlik to'g'risidagi masalalarni farqiga borib olinglar. Xorlik nima? Xorlik nima? Azizlik nima? Xorlik bu ahli sunnaga muxolif bo'lib olishlikka aytiladi. Dunyoda ba'zi natijalarga erishsa ham u xor u. Hazrati Alini qatl qilganlar xor odamlar edi. Qiyomatda jahannamda eng azobi qattiq odamlar o'shalar bo'ladi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom osmonni ostida, yerni ustida eng iflos, jirkanch mahluqotlar, o'limtiklar, havorishlar deganlar. Shu yuzini bekitib olgan Abraham Mosheylar shular. Musulmon bilan erkakcha yuzma-yuz gaplashib o'tirib stolda shar'iy masalani o'rtaga qo'yib gaplashish kerak bo'lgan odam zakaz qilyapti, zakaz. Qotillarni menga yo'naltiryapti. O qotillar o'zini ishini eplolmayapti-da, endi chiqib o'shani man qildim deb odamlarga 5 minutlik, 10 minutlik hayotini uchun iymonini sotyapti. Shu narsalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Mavzudan oladigan xulosamiz. Falsafada mana shu gap bor. Nima deyishingizdan qat'iy nazar odamlar xohlaganini tushunadi. O'shaning uchun ularga nimanidir tushuntirishga ehtiyojimiz yo'q. Yoshlarimizni mana shu xor jamoalarga qo'shilib ketib, dunyosi ham oxirati ham xor bo'lishligidan qutqarishimiz kerak. Xorlik, yana aytaman, haq ahlini yomon ko'rib qolishlikda. Xorlik ahli sunnaga muxolif bo'lib qolishlikda. Azizlik Allohniki, uning rasuliniki va mu'minlarniki. Munofiqlarning ko'pchiligi buni bilmaydi. Iqbol Mirzoning zo'r she'ri bor, to'rqator. Xudoyimga solib ketaver, manzilingga tezroq yetasan, ko'rmaganga olib ketaver, ko'rmaganday bo'lib ketasan degan. O'shaning uchun do'stlar, to'g'ri yo'lni tanladingizmi? Bismillah, oldinga qarab yuraveramiz. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Falsafiy topishmoqni izohlarda yozinglar javobini. Sudya bechora nima qiladi endi? Sog' bo'linglar.